Insonni o'zgartiradigan ikkita kuch bor: axborot va tafakkur. Internet axborotni tez beradi, kitob esa tafakkurni yuksaltiradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzuyimiz aynan mana shu ikki kuch muvozanati haqida. Suhbatimizga yoshlar o'rtasidagi kitobxonlik va axborot makoni haqida fikr almashish uchun o'qituvchi, filolog Umarov Muhammad ustozimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, xushvaqt bo'linglar. Ustoz, boya suhbatimiz boshida aytib o'tganimizdek, internet axborotni tez beradi, kitob esa fikrlashni chuqurlashtiradi. Sizningcha hozirgi yoshlar ko'proq axborot olyaptimi yoki fikrlashni rivojlantiryaptimi? Bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, yoshlarimiz internetning turli xil sahifalaridan kerakli va keraksiz o'rinlarda foydalanmoqda. Demak, internet tarmoqlaridan to'g'ri o'quvchilar foydalanyapti, aytarli darsliklar asosida yoki berilayotgan topshiriqlar asosidan tashqari mavzularda ham yoki turli xil o'yinlarga ham jalb bo'lmoqda. To'g'ri, internet tomonidan ma'lumotlar tez yig'ishtirib, tez yig'iladi, lekin kitob beradigan haqiqiy mehrni, taftni bera olmaydi. Bugungi kunda yoshlar orasida kitobxonlik darajasi va yoshlar hayotida kitobning o'rni qay darajada deb o'ylaysiz? Nima deb qaraydigan bo'lsak, hozirgi o'quvchilar orasida kitobning ahamiyati internet o'rnida, demak, internet o'z soyasini ostida qoldirdi desa ham bo'ladi. Chunki kerakli bo'layotgan topshiriqlar yoki mavzular aynan sun'iy intellekt yoki ko'ryapmizki, Google ijtimoiy tarmoqlarida yoki umumiy yengil tarzda topib olishga harakat qilyapti o'quvchilar. O'zi qiyinchiliklar bilan kitobni varaqlash, kitobning hidini, taftini olish deyarli yo'qotgan o'quvchilar. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar ancha nima desa bo'ladi, kitoblarning o'rnini bosib oldi desak bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan o'quvchilarni hozirgi kunda yana kitobga qaytarish uchun turli xil tadbirlar, turli xil konkurslar davlatimiz tomonidan, Yoshlar ittifoqi tomonidan rivojlantirmoqda va rejalashtirilmoqda. Sizningcha internet kitob o'rnini bosa oladimi? Boya ham aytib o'tdikki, kitobning tafti, kitobning hidini hech narsa bosib ololmaydi. Xuddi nima deydi, yangi tug'ilgan farzand yoki go'dakka onaning hidi urgandek, kitob ham xuddi shunday o'quvchi haqiqiy, chunki o'quvchi degan nom o'quvchi, ya'ni kitobni o'quvchi shaxs hisoblanadi. U izlanuvchi, ma'lumot izlanuvchi shaxs emas. Albatta kitobning o'rni beqiyos, lekin hozirgi kunda kitobdagi global muammolardan biri bu kerakli ma'lumotlarni tez va oson topib bo'lmayapti. Shu natijasida o'quvchilar sun'iy intellektlardan yoki internet tarmoqlaridagi oson kitoblardan harakat qilyapti va ayrim o'quvchilar kitobni varaqlash o'rniga audio kitoblardan foydalanmoqda. Lekin bu zamon talabi, lekin baribir kitobning mehrchalik bo'la olmaydi. Internet nafaqat ta'lim doirasida, balki yoshlarning kelajagi va tarbiyasiga ham qanday salbiy ta'sirlarni o'tkazmoqda? O'quvchilar tomonidan qaraydigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda yengil hayot yoki o'tkinchi dunyo tasvirlashi, natijaga erishib bo'lmaydigan narsalarni ko'rsatish, nima desa bo'ladi, unga pog'onasizlikdan to'g'ridan to'g'ri marraga yetishishni targ'ib qilmoqda yoki Yevropa hayotini, yengil hayotni targ'ib qilmoqda. Kitoblarda qaraydigan bo'lsak, unda yengil hayotga to'g'ridan to'g'ri erishish bo'lmasligini, har qanday narsaga natijaga erishish uchun avvalo o'shani ma'lum bir narsalardan voz kechish kerak ekanligini yoki qiyinchiliklarni boshdan kechirish kerak ekanligi ko'rsatib o'tilgan kitoblar ham madaniy oziqa bo'ladigan bo'lsa, ham real hayotda qanday yashashligini ko'rsatib berayotgan asosiy manba sifatida qaraladi. Faqatgina Yevropa davlatlarini emas, yoki Lotin Amerika davlatlarini qaraydigan bo'lsak, mahbuslarga kiritilayotgan imtiyozlarda, masalan, internet ma'lumotlaridan foydalangan holatda ko'ryapmizki, har bitta o'qilgan kitob uchun vaqtlarni kamaytiryapti mahbuslar uchun, ya'ni ham madaniy oziqa bermoqda, ham jinoyat yo'lidan qaytarmoqda. Shunday aytib o'tadiki, agar biz ta'lim tarbiyaga yetarlicha mablag' ajratmaydigan bo'lsak, o'sha mablag'larni albatta qamoqxona qurishga majbur bo'lamiz deb aytgan Ottofon Bismark. Aynan mana shu qamoqxona mavzusiga to'xtaladigan bo'lsak, Chexovning Garov asarida ham kitob va qamoqxona bir-biriga bog'liqlik bor. Bu haqida nima deya olasiz? Chexovning Garov hikoyasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, o'shanda ham huquqshunos va bankir o'rtasidagi mojaroni, demak, qaraydigan bo'lsak, hozirgi real hayotdagi nima deydi, to'g'ridan to'g'ri boy insonlar va bilimli insonlar o'rtasidagi raqobat deb ham qarasak bo'ladi. Huquqshunosning nuqtai nazaridan qaraydiki, bir umrlik
qamoq jazosi o'lim jazosidan afzaldir va bir umrlik garov hikoyasini o'qiydigan, to'liq mutolaa qilib chiqadigan bo'lsak, mutolaaning natijasida butun umr, ya'ni garovga qo'yilgan muddat davomida kitoblarni o'qib chiqish natijasida qamalishdan oldingi huquqshunos umuman boshqa huquqshunosga aylandi. Ya'ni har bitta o'quvchi bir kitobni o'qib chiqadigan bo'lsa, o'zini yangidan bir o'quvchi, yangidan shaxs deb qaraydigan bo'ladi. Masalan, shunday asarlar borki, uning ichiga kiradigan bo'lsak, yig'latadi, o'ylantiradi, tushkun holatga ko'taradi yoki yuqoriga cho'qqiga ko'tarib qo'yadi. Masalan, o'zbek adabiyotida bunday asarlar juda ham ko'p. Masalan, Tog'ay Murodning Otamdan qolgan dalalar hikoyasini ko'radigan bo'lsak, demak, o'tgan asrdagi rus bosqinlari uchta davrdan nuqtai nazardan qaralgan insonni uchta davrga, o'sha davrlardan chiqqisi kelmaydigan holatga olib kelib qo'yadi. Va insonlarning hayoti yoki yengil hajiy shaklda, lekin yozuvchi o'z tomonidan aytilgan jiddiy hazil shaklda yozilgan Temur xotin asarini o'qib chiqadigan bo'lsak, bir o'zbek ayolining qiladigan ishi temirlarga ham bardosh bera olmayotganini ko'rsatib beradi. Bularning hammasi zavqli mutolaa natijasida insonning yuziga tabassum uyushtirishi mumkin yoki aksincha yig'latish holatlarini. Masalan, o'zim o'qib chiqqan O'tkir Hoshimning Dunyoning ishlarini o'qish chiqish natijasida onamizni eslab yoki yoshligimizni eslab ancha ko'z yoshi to'kkan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali kitobni qanday targ'ib qilsak bo'ladi? Demak, o'quvchilarni mavzu yoki aynan berilgan asarga targ'ib qilish uchun zamonaviy maktab darsliklariga yoki tayanch maktablarga qo'yilayotgan darsliklar asosida, sun'iy intellektlar asosida kitobdagi huk, ya'ni yangi tushuncha bo'lgan huk, ya'ni ilmoq orqali, ya'ni kitobda bo'layotgan voqeaning kerakli joyini sun'iy intellekt bilan shakllantirib, unga bu holatga qanday tushgan holati tasvirlanishi orqali yoki sun'iy intellektni fanga yoki adabiyotga singdirishi orqali o'quvchilarga yetkazib berishimiz mumkin. Masalan, biror bir Chol va dengiz asarini o'qiyotgan bo'lsak yoki O'g'ri hikoyasini o'qiyotgan bo'lsak, Abdulla Qahhorning o'quvchi yuzaki o'tgan asr tushunchalari bilan shakllanib qolgan, lekin u sun'iy intellekt orqali, ya'ni videolantirish yoki jonlantirish orqali o'quvchiga o'sha haqiqiy adabiyotni yana bir marta singdirish yoki to'ldirishimiz mumkin. Ya'ni sun'iy intellekt yoki kerak bo'layotgan internet tarmoqlari asosida kitobni yanada ko'rkamroq, yanada jozibasining shirasini yanada chiqarishimiz mumkin. Masalan, bizlar bilamiz, kungaboqardan yog' olinadi. Yog' olishimiz uchun albatta uni ezishimiz kerak. Xuddi shunday sun'iy intellekt yoki internet ma'lumotlarini ham ezishimiz orqali kitobni kerakli mag'zini chiqarib berishimiz mumkin. Suhbatimiz so'ngida o'z tajribangizdan kelib chiqqan holatda yoshlarimizga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Aynan mana shu internet va kitobxonlik borasida. Demak, bu mavzuda qaraydigan bo'lsak, o'quvchilarni demak kerakli bo'lgan adabiyotlarni, ya'ni Yoshlar ittifoqi tomonidan yoki 5 tashabbus tomonidan ideallashtirilayotgan yoki voqelashtirilayotgan sahna ko'rinishi Turon teatrlarida o'zining sahna ko'rinishlari, adabiy kechalarda o'zining ko'rinishlarini qo'yib bergan holatda yanada, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda yetib qadr, ya'ni blogerlik sohasigacha yetib borishni va o'sha berilayotgan kitoblarni yoritib berishni tavsiya qilgan bo'lardik. Faqatgina oddiy yuzaki ma'lumotlarni emas, kitobdagi kerakli bo'lgan shiralarni o'quvchilarga yetkazib berishini tilab qolardik. Har qanday ishda, kasbda shug'ullanishdan qat'iy nazar, ularning mag'zini kitoblar tashkil qiladi. Har qanday buyuk Xitoylar shunday aytadiki, har qanday buyuk ustozning ustozi ham kitobdir. Bugungi samimiy suhbat uchun sizga kattakon rahmat. O'ylaymizki, bugungi suhbatimiz siz uchun ham foydali bo'ldi.